Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ko'rib turganingizdek, bugungi mehmonlarimiz Nik va Judy. Nik, ayta olasizmi? Sizga pul kerak bo'lib qolsa nima qilasiz? Biz tulkilar uyimiz yonib ketdi deb Instagramga video joylaymiz va insonlarning rahmi kelib bizga pul o'tkazishadi. Judy, siz ayta olasizmi? Quyonlar juda tez harakat qilishadi deyshadi. Shu rostmi? Bu gap to'g'ri. Shuning uchun Dubayga sayohat qilgani tez-tez borib kelaman. Nik buni bilmay ham qoladi. Nik, siz odamlar pul o'tkazib berishadi dedingiz, u pulni keyin nima qilasiz? U pulga yangi Kia 5 avtomobilni sotib olaman va odamlarga o'zim sotib oldim deyman. Judy, siz tez-tez Dubayga borib kelib turaman dedingiz. Shuning uchun sizni Dubay malikasi deb chaqirishadimi? Bir marta Rossiyaga boraman deb Dubayga ketib qolgandim. Shuning uchun bo'lsa kerak. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mehmonlarimiz kim bo'lishini istaysiz? Izohlarda yozib keting.